Bugungi videoda ko'pchilik yoshlarni qiziqtirgan Advanced training qanaqa bo'lishi, kimlar shug'ullantirishi va ichidagi haqiqiy atmosferani ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizda ham Advanced Boys trenirovkalarida qatnashish imkoniyati bo'ladi. Faraka, Advanced training trenirovkalar boshlanishidan oldin nimalar qilasiz aka? Fishka, konus, qoptur hammasini qo'yib qo'yaman. Bolalar kelishi tayyorgarlik ko'ramiz hozir. Sekin keyin bolalar kelgandan keyin boshlaymiz. Firdaus, eshitishim bo'yicha har kuni kelayotgan ekansiz. Shanba bo'lsa, trenirovka kunlari kelamiz. O'zi trenirovka 4 da boshlanadi, birinchi trenirovka, lekin biz 3 larga yaqin kelib, tayyorgarlik ko'rib, planlashtirib, storieslardan Advanced Boysga joyli olib boraman. Mana hozir ichimizdagi qanaqa ko'rsatib beryapti haligi. Keyin tashqaridagini ko'rsatib beramiz. Advanced Boys tashqarisida. Men garantiya beraman. Faqat like, podpiska bosib qo'ysanglar bo'ldi. Ko'p joyda trenirovka jarayonlari ko'rsatilmaydi. No masalaga hozir живой trenirovka jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Hozir bu nimaga foyda beradi, nima bo'ladi? Hozir Farakadan so'raymiz. Chapga tushamiz. Chapda sakrab o'ngga tushamiz. O'rna sakraymiz, konus buyog'idan aylanib tez, yana aylanib o'tib uramiz, orqaga yana chistata. Chistata oxirida Faraka, hozir bolaga ko'rsatgan mashqlaringiz nimaga foyda? hamma narsaga. Koordinatsiya, texnika, cho'stimicha hammasi bor-ku, bu mix qilinadi. Miksi. Ikkita hammasini olamiz. Bolalar ideal qilsa demak 100% o'sadi bu mashqda. Faqat ko'proq qilish kerak. Ko'proq. Qancha ko'p keyin attach qilaversan. Demak, bu hozir o'yinda bo'ladigan vaziyatlarning hammasi jamlangan. Mana qayerdadir tez qolamiz, qayerdadir sekin qolamiz. O'yin futbol tempi shunaqa-yu. Ular uchtadan shu urasizmi mana? Snickersdan. Snickers olib berasiz. Bitta Snickersdan. Bu vaqtda turavering. Futbol ketgan bo'lsa tezroq. Yana tezroq. Qarish. Birinchisi bor. Orqaga. Aylan ko'lisi. Sakra. Yugur, to'xta, sakra, yugur, to'xta. Tezroq. Ha. Aylanasa. Ish kerak. Orqaga penalti. Tezroq. Davay! Islom aka, Snickers. Yarim yeymizmi aka? Yo'q. Hozir mana ko'rib turganlarda dumolar kalsiyolar turadi. O'sha kalsiyolarga biz koktonni tepib, orasiga tushirib qo'yishimiz kerak. Kim birinchi 3 ta kalsiyoni orasiga tushirib olsa, o'sha yutdi. Bu yerda siz ham qatnashyapsiz. Men Islom. Islom aka ham qatnashyaptilar. Hammamiz bolalar bilan har doim qatnashib o'yinlar o'ynaymiz. Ulug'bek necha yoshsiz? 14. 14. Advanced trainingda eng yoqtirgan treneringiz kim? Shu Bitta faqat Ali akam. Nimasi yoqadi Ali akam? Islom aka, ikkinchi guruh haqida fikringiz? fikrimmi? Bittasi kechki vaqtda bilan trenirovka oxiriga keladimi deyman. Agar yana 10 minut ichida kelmasa, trenirovkaga kiritilmaydi, to'g'rimi? Trenirovkalar qalay bo'lyapti Faraka? Ashar bo'lyapti. Ketdi. Necha yoshsiz? 9. Bu yerda eng yaxshi ko'rgan treneringiz kim? Islom. Islom? Faraka. Iye? O'zing uchun bilib qo'yinglar, bo'ldi. Ali aka, Advanced trainingda ko'proq nima bilan band bo'lasiz? Nimalar qilasiz ko'proq? Men ko'proq ota-onalar bilan gaplashish bilan ovora bo'laman. Meniki ko'proq muloqot. Ali aka, Advanced trainingda eng yoqqan moment sizga qaysi bo'ladi? Paytida. Moment. Ha, o'z mazza qiladigan paytingiz. Mana bolalar keladi-yu, emotsiyasini ko'ribchi, mazza qilayotganini ko'rib, o'zim yoshligim esimga tushib, ana o'shalarni ko'rsam mazza qilaman. Bolalarni harakat qilayotganini, emotsiyasini, futbol o'ynasa, azartini ko'rsam mazza qilaman. Firdaus, muloqot hozir nima deb o'ylaysiz? Firdausmi? Firdaus bekorchilik. Bekorchi o'zi. Bundoq qo'ygan. Olmayapti o'z videoga. Zo'r taktika bor-da. Qanaqa? Bunday turasizda. Chonsi o'zi video otganda, ko'p kadr kerak emas-da chonsi o'zi. Nolay ko'rinishingiz kerak, otganda. Hozir Firdaus bilan qanaqadir mard degan voqea bo'lgan ekan. Atdi.
и bitta qiz temasi, и Firdavs, и man. Shu temani aytib beramaslar, juda qiziq tema. Shu videoda maksimal like yig'ib, aksiya ko'rsatib kommentda ayting. O'sha qiz kimligini ham aytasiz. O'sha qiz kimligini ham, o'zini olib kelib, o'sha intervyuni ham olamiz. Bo'ldi. Faqat maksimal like yig'ib, kommentda bong'illatib tashlaylik. O'sha temani ayting, Firdavs bilan nima bo'lgan deb yozib tashlaylik. Eshitsanglar xotasizlar u temani. Sal qolgan. Kabli ko'p ketib qoladi. Qaranglar, bolalar menga vizov tashlayapti. Mana shu shogirdimiz challenge olamiz deyapti. Men agar challenge men o'ylab topib keladigan bo'lsam, senga nisbatan hurmatsizlik qoladi. Ya'ni o'zingiz to'qib kelgan shu 300 degan. Shuning uchun sen 3 tadan 5 tagacha challenge o'ylab kel. O'zing eng kuchli tomonlaringni o'ylagan holatda, uni bormi yo'qmi uni bilmayman-ku. O'ylaysan, o'shaning bo'yicha challenge olamiz. Agar yutsang, seriozniy bitta butsi olaveradi. Yutqisang, ashdan sentrgacha polani yog'idan bu yog'igacha ko'rak qiladi. Xo'p, bo'ldi. Ket. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu bola meni yuta olmadim. Videoni Anons treningdan boshlab qaysi komandaga qatnashasiz, borasiz? Chig'atoy. Chig'atoy bilan anons treningi nima farqi bor? Bo'tda Chig'atoyda bolalarni ko'p bo'lardi, bo'tda kam ham atmosferasi yaxshi. Bolalar mana ikkinchi gruppamizni trenirovkasi tugadi. Ko'rdinglar, oxirida azartniy futbol bo'ldi. Endi sal kuchlilik qilib qoldi. Xudo xolasa keyingi safar yutishar mayli. Faraka, Ishga tegmaymiz. bu gruppada bolalar ko'payib ketdi. Xo'p, birinchi gruppamizni bizda xullas trenirovkalar bolalarning vaqtiga moslangan bo'ladi. Kim vaqti nechida bo'lsa, o'shanga moslashtirib turib qo'yamiz. Oxirgi gruppamiz hozir to'ldi, daji o'shim ham ketdi. Bugun bitta bolamiz kech qoldi. Muhammad Yusuf bu gruppaga qo'shildi. Atak bu gruppamiz to'la. Birinchi gruppaning trenirovkasi tugadi. Ikkinchi mana uchinchisida o'yin bilan boshlab, yana o'yin bilan davom ettirib, yugurtirib o'tamiz bolalar. Ko'proq bolalarni yugurtirish. Chunki bu yoshda bolalar erinchoq bo'ladi-da. Qizil! Qani qizil, qani? Qani qizil, qidir! Faraka, 3 gruppa trenirovkasi tugadi. Qalay bo'ldi aka? Zo'r. Mana oxirgi gruppa bugun ko'pchilik bo'lganiga boshda ozgina ishlatdik-da. Kopto bilan o'yin o'ynadik. Oxirida mana futbol qildik. Ko'rganingizdan o'lyapti. Qilotdik bo'lamiz. Opa. Bombardir, bu bombardir. Endi bizning zashnilar yo'q edi, bugun bombardir bo'lib qoldi. Videoni shu o'tgacha ko'rgan har bitta bolada anons treningi qo'shilish imkoniyatiga ega. Mana shu pastdagi nomerlarni Telegramga yozsanglar, sizlarga to'liq ma'lumot tashab beramiz va siz birinchi bepul trenirovkaga ega bo'lasiz. Bemalol kelib, atmosferani o'zingizlar ko'rib, trenirovkalarni o'tib, xudo xohlasa anons trening a'zosi bo'lish imkoniyatiga har bittanglar egasizlar.